bu qiz kim? Like bosgansiz. Chiroyli qiz ekansiz deb yozgansiz. Ustoz bu savolga tayyorlanib kelmabman. Boshqa bilet tursin maylimi? Och qolmadingizmi? Charchamadingizmi degan savolga tayyorlanib ketdim. Yo'q, shu savolga javob bering. Kelishaylik. Yo'q, отчисление bo'ldingiz. Pulgachi, pul bilan yopamiz semestrda. Yo'q, men unaqa pul mayli. 5th of November. So'zida ikkita t bo'ladi. Obbo. Dadasi qatiq bo'lib qolgan, ichadigan qatiq. Yaxshimisan? Yomon. Oyjon bilan dadajonga har kuni kech kelayotganingizni aytib beraman. Obbo, shu maktabda ota-onalar majlisidan qo'rqaydim. 30 ga kirib ham qutulmadimmi? Ustoz, kelishaylik. Yo'q, endi qo'y bo'ldi. Afsan, shot beravering. Xush kelibsizlar. Sizlar Ramazon oyiga mo'ljallangan setimizni tanlabsizlar. Atiga 90 ming so'm. Shoshmang. Muyassar, odamni xijolat qilmang. Biz siz bunaqa paytda haqiqiy jentelmen, vijdoni bor, g'ururi bor erkak kishi qizini shot to'lashiga shundoq qarab tura olmaydi. Voy bu yigitni odobini qaranglar. Haqiqiy jentelmen. Men o'z baxtimni topdim shekilli. Bo'ldi, Muyassarxon, endi to'lasangiz bo'ladi. Qaramay turaman. Mana sizdagi past yigitni birinchi marta ko'rishim. Zachistniam avvaliy alvido. Zato vijdonli yigitman. Brat, 10 mingni qaytarib berasizmi? Otlandingiz. Yordam beringlar. Ha. Qizi so'mkasini o'g'irlayaptilarmi? Halakacha tashlang, hozir boraman. Yordam beringlar. Olib ketamizmi? Kvartiraga. Hey! Kim u endi? Qiza tegma, yoraman. Ey uka, ket berdan hozir kuting gapirtiraman. Og'zing razmeri nechi? Og'iz nima aloqasi bor ber? Men oyog'im razmeri 42 da, shunga aytdim. Ketdik, davay uramiz. Biz 3 kishi-ku. Davay. Davay, bitta kel. Bitta yozaman. Aka, uzun. Siz meni qutqardingiz. Endi men sizdan qarzdorman. Xohlagan narsangizni so'rang, bajaraman. Любойнimi? Ha, любойni? Nosingiz bormi? Yo'q. Unda pashil naxiya bilan. Nos bermadim. Nima kerak? Davay, uyingizga. Keling, doktor, yaxshi keldingizmi? Doktor. Yo'q qo'yish kerak? Tushunmadim. Sun'iy yo'q. Qanaqa sun'iy yo'q? Normalmisiz? Normal nima bo'lgansiz? Nima bemor? Davleniya ko'taribdi. Davlenami? Ha. Yemi ko'p bergandirsanlar, qorni dam bo'lgan. Qanaqa yem ovqat yedik-ku. Ovqat? Nechta tug'gan? 3 ta bachamiz bor. Tug'gan naxuy kerak, yuring, o'labdi. Ha, yosh ekanda. 40 yosh, 40 yosh, yuring. Mol ham 40 yosh yashidim. Tushunmadim, sen bor xotinim mol deyapsan, men hozir kuting 2 ayirib chappa qilaman, ey. Seni xotining kasalmi? Ha? Men nima icha qilinglar unda? Sen kimsan? Men mol doktorman-ku. Bilat. Yemam misallar. Nima icha qirasanlar? Men faqat urib qo'yaman. Men mol kasal deb o'ylayman hozir. Tushunmadim. Bilat. Odam ovora qilasanlar. Bacham, Ha, dada. qanaqa doktor chaqirib kelding? Hay, qanaqa doktorligini aytmadingiz-ku. Sen turibsanmi? Bu yerda onasi o'ylay turibdi, u bilan mol doktor chaqirib kelgan. Sarxon, agar meni tanlasangiz, men Malibuda mazza qilib yuraverasiz. Muyassarxon, meni tanlasangiz, men 5 ta jentrada xohlaganingizni xohlagan paytingizni minib yurasiz.
Diyor aka, meni kechiring. Men bitta kamtarlikman. Alvido. Men mesra vashshi sodda, men 5 ta jentram meniki deb o'yladim. Bu aristokratlar shouga qo'yilgan-ku. Nargiza Uy billah, bu qassobga yangi uch-uchgacha. Nargizaxon, Nyutonni birinchi qonuni nima? Siz nima desangiz shu? Bugun qanday topshirmoqchisiz yakuniy nazoratni? Siz nima desangiz shu? Juda kuchli tayyorlanib kelibsiz. Nargizaxon, bahoyingiz 5. Marhamat qilsinlar, marhamat qilsinlar. Murod, Hammasini kameraga yozib oldim. 5. Men bahom shu oy 5. Alo, Tangri, men Toshkentga keldim. Sen qayerda? Toshkentga keldingmi? Qayerdasan sen hozir? Men Svetofor tekida. Toshkentda svetofor ko'p. Qaysi svetofor tekidasan? Ha shu Toshkentdagi svetofor. Menga qara. Karta bormi? Bor. Nima bor? 8 ta pon, 6 kirpich. Bilat. Telefoning kartasiga kir, Murod, telefoning kartasiga kir. Ha, telefonimda kartami? Ha. Hozir. Ha. Qayerdasan? Pastda o'tiribman. Nima bor? Ana qarg'a 6 ta pon. Murod. Menga qara, yoningda odam bormi? Bor. Telefonni eltib shunga. Aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana bittasi so'rayapsiz mendan. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yoningizdagi bacha qayerda turibdi hozir? Svetofor tagida o'tiribdi. Buyam yibammi? Aka, siz qayerda o'tiribsiz hozir? Men ham svetofor tagida o'tiribman. Ikkoving ham adashib o'lqaymi? Let. Ha, o bulut mu onasını yemişsin? Ma. Ay, quyosh chiqsin onasini yemişsin. Tamam. Quyosh chiqaraymi? Alo. Boshliq aytdi quyosh chiqsinmish. Davay, o'g'lingiz telefon qiladi. Ha. Onang oti kim? Boshliq. Ronaldo telefon qiladi. Ashul naqdi deyaptilar. Bashol naqd. Boshliq. Eng muhim gap esdan chiqdi-ku. Ha. Kuchugingiz Tigr bor-ku. Bugun tug'ilgan kuni ekan. Kuchugimmi? Tigr. Bilat esimdan chiqibdi, xafa bo'ladi bil. Ey, siraz borasan, 500 kishilik restoranni zayn qilasan. Tushundingmi? Bacha kayf qilsin. 5 ta urg'och kuchugani chaqir. Tushunding? Sauna, massaj, hamma sharoiti bo'lsin. Bo'ldi, tamom. Tushunding? Davay bos. Ana. Boshlig'im, bir haftadan keyin men ham tug'ilgan kunim-da shunga. Sauna. Tug'ilgan kun. Restoran. Bir kun dam olasan, o'sha kun yetadi. Ha, bos. Bo'ldimi? 17 yil men sho'pirchilik qilanim, onasini o'zim tegir bo'lsam bo'lmaydimi?